O. Toychoq. Assalomu alaykum do'stlar. Qandaysiz? Charchamayapsizmi? Obunachilarimiz 13-turda mana o'sha aka Farsajdagi mashina Tuscany avtomobili muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Charchamayapsizmi? Mashina muborak bo'lsin. Rahmat aka. Qanaqasiz endi? Zo'r aka. Xursand bo'ladi yoki bunaqa narsa bo'ladi. Qanaqa ekan mashina? Bo'ladimi? Mashina kutganimizdan a'lo aka. Aka qayerdansiz? Ha, Toshkentdanman. Toshkentdan o'zidan. Ha, Toshkentdan o'zidanman aka. Bunda haydasa bo'ladi Toshkentda. Ha, bemalol. Bitta bo'lib yurasiz endi aka, men qanotlarda uchib. Inshaalloh. Siz qachondan bilet olasiz? O'yinga qanday ishondingiz aka? Men shu ko'rganimdan beri bir yolg'on bo'lmasa bu 3-biletimda chiqdi. Xudo xolasa 2 marta oldim. Unisida omad kelmadi. Ya'ni kimlardir omad keldi. Barakasini bersin. Risk qildingiz yana. Bitta tavakkal qilib ko'rdim. Qaytayotganda bitta olib nima bo'lsa bo'ldi dedim. Kamida eson bo'lsin deb. O'zi har videolarimda aytaman do'stlar, kamida eson bo'lsin deylar. Yaxshi niyat qilinglar inshaalloh. Xudo xolasa Tuscany avtomobili Toshkentga akamizga nasib qildi aka, mexanik haydashni bilasiz. Shundan chiqqan-ku o'zi. Xudo xolasa. Bo'lmasa obunachilar, xudo xohlasa Tuscany avtomobilni tantanali topshiramiz aka. Muborak bo'lsin. Sizlarga ham rozi bo'linglar. Maza qilib dinasiz inshaalloh. Bilet olishda davom etasiz yana aka. Xudo xolasa endi. Obunachilarga niyat, tilak, istaklaringiz bormi? Bor aka. Ayting aka. Hammasi aka omadi bilan kelaversin. Husanov kanaliga obuna bo'linglar. Xudo xolasa birinchisida chiqqanda chiqmadi, ikkinchisida chiqqanda chiqmadi demanglar. Bitta ikkita ko'p bilet olish shart emas. U keyingisi bunisida chiqmasa, keyingisida Xudo xolasa nima shunaqa kalitlar bilan inshaalloh topshirib ketishadi. Men telefon qilganlarida ham ishonmadim, o'zi yutdim deganlarida. Men to'g'risi bugun ham ish dedim, ahamiyat bermadim. Hazırlashyaptimi? Ha, prosta endi odam ishonmaydi. Har xil, endi kimdir ham 5 pul baravar emas. Shunga rahmat sizlarga ham. Joyizon bo'lsa maza qilib bininglar. Xudo xolasa obunachilar Tuscany Toshkentga ketdi. Xudo xolasa keyingi turga ertaga startni berib yuboramiz aka. Malibu, Captiva bor, 3 ta Spark. Yaxshi insonlar nasib qilsin. Yana bosasiz endi. Xudo xolasa nasib o'ynaymiz, o'ynashdan to'xtamaymiz inshaalloh. Obunachilar gaziga bossin. Bossin faqat. O'yin ishonchi. Ha, ishonch bo'lmasa yetolmagu, boshida men ham ishonmadim. Ko'rdingiz bitta nima bo'lar ekan? Ha, bitta ko'rdim, mana bo'ldi, Xudoga shukr. Rahmat sizlarga ham, kanalga rivoj. Maza qilinglar, Xudo xolasa. Sizga ham omad, hammasiga rahmat qilsin. Rahmat aka, joyingizda bo'lsin. Sog' bo'ling yana bir bora. Xursandman aka. Rahmat. Joyingizda bo'lsin. Obunachilar, Xudo xohlasa shunday mashinalarni yutib olish uchun Tuscany kanaliga obuna bo'linglar. O'ylanmasdan tepadagi 996 364 000 ga tez yozinglar do'stlar. Omadingizni bersin, bosinglar. O. Toychoq. Hozirmisi gap beraveradi. Mahalla. Bo'ldi, qo'shnilar hozir hamma chiqadi. Nima bo'lyapti dedi. Bomba portladimi? Raketa keldimi deb. Ya, Xudo xolasa. Bahodir. Inshaalloh. Mashina qanaqa aka? Zo'r aka, zo'r. Maza qilib minadigan mashina. Shaharda bitta bo'lasiz. Inshaalloh. Rahmat sizlarga. Hozir nasib qilsin aka. Gaziga